Piyodalar xavfsizligini ishonchli ta'minlash eng ustuvor vazifalarimizdan biri. Andijon viloyati hududidagi avtomobil yo'llarida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, piyodalarga yo'l bermagan haydovchilarni aniqlaydigan foto va video fiksatsiya kameralari o'rnatilmoqda. Endilikda piyodalar o'tish joyida ustunlikka ega bo'lgan fuqarolarning xavfsizligi yanada kafolatlanadi. Qoidabuzar haydovchilar esa avtomatik tarzda jarimaga tortiladi. Amaldagi yo'l harakati qoidalarining 109-bandiga ko'ra, tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyiga yaqinlashayotgan transport vositasining haydovchisi qatnoq qismining shu yo'nalishini kesib o'tayotgan piyoda yoki piyodalarni o'tkazib yuborish uchun tezligini kamaytirishi yoki to'xtashi shart. Ma'lumot uchun, piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan piyodalarga ham piyodalar o'tish joyida telefon, quloqchin va boshqa elektron vositalari, shuningdek kitob va boshqa davriy nashrlardan foydalanib o'tish ham taqiqlanadi va bu ma'muriy jarimaga tortilishiga sabab bo'ladi. Hurmatli haydovchilar, piyodalarga doimo yo'l bering. Bu nafaqat qoida, balki barchamizning insoniy burchimizdir.